Inson organizmi ko'pincha jiddiy kasalliklar boshlanishidan oldin turli belgilar orqali ogohlantiradi. Ba'zi alomatlar oddiy charchoq yoki stressga o'xshab ko'rinsa ham, ularni e'tiborsiz qoldirish xavfli bo'lishi mumkin. To'satdan ko'krak qafasidagi og'riq, ko'krak qafasida bosuvchi yoki siquvchi og'riq, ayniqsa chap qo'l, yelka, bo'yin yoki jag'ga tarqalsa, bu yurak xuruji belgisi bo'lishi mumkin. Bunday holatda darhol shoshilinch tibbiy yordamga murojaat qilishi zarur. Nafas qisishi, sababsiz nafas olish qiyinlashishi yurak yoki o'pka bilan bog'liq muammolarni ko'rsatishi mumkin. Agar bu holat to'satdan yuz bersa yoki kuchaysa, shifokor ko'rigidan o'tish zarur. Tananing bir tomonida kuchsizlik, qo'l yoki oyoqning to'satdan uvishishi, kuchsizlanish, yuzning bir tomoni osilib qolishi yoki gapirish qiyinlashishi insultning dastlabki belgilaridan bo'lishi mumkin. Har bir daqiqa muhim. Kuchli va to'satdan bosh og'rig'i. Hayotingizda eng kuchli bosh og'rig'i deb ta'riflanadigan og'riq oddiy migren emas, balki jiddiy qon tomir muammosi belgisi bo'lishi mumkin. Sababsiz vazn yo'qotish. Ovqatlanish odatlari o'zgarmagan bo'lsa ham qisqa vaqt ichida sezilarli vazn yo'qotish qalqonsimon bez kasalliklari, qandli diabet yoki boshqa jiddiy kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin. Uzoq davom etadigan yo'tal. Agar yo'tal 3 haftadan ortiq davom etsa yoki qon aralash balg'am ajralsa, albatta shifokorga murojaat qiling. Najas yoki siydikdagi qon. Bu gemoroy sababli bo'lishi mumkin, ammo ichak, buyrak yoki siydik yo'llaridagi jiddiy kasalliklarning ham belgisi bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Kuchli qorin og'rig'i. To'satdan boshlangan va kuchayib borayotgan qorin og'rig'i appenditsit, o't pufagi, oshqozon yoki ichak bilan bog'liq shoshilinch holatni anglatishi mumkin. Doimiy charchoq. Yetarli dam olsangiz ham charchoq ketmasa, bunga kamqonlik, qalqonsimon bez faoliyati buzilishi, qandli diabet yoki boshqa kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Teri va ko'zning sarg'ayishi. Bu jigar yoki o't yo'llari bilan bog'liq muammolarning muhim belgisi hisoblanadi va tez tekshiruvni talab qiladi. Tanangiz yuborayotgan ogohlantirish signallarini e'tiborsiz qoldirmang. Alomatlarni erta aniqlash ko'plab kasalliklarni muvaffaqiyatli davolash imkoniyatini oshiradi. Agar yuqoridagi belgilar kuchli bo'lsa, to'satdan paydo bo'lsa yoki uzoq davom etsa, o'zingizni davolashga urinmang va malakali shifokorga murojaat qiling.